Hech kimga sir emas do'stlar, eng yaxshi narx va sifat bo'yicha 16 GB li video karta bu RTX 5060 Ti bo'ladi. Aynan 16 GB li versiyasi. Lekin ko'pchilik bilmaydi, AMDda o'shani 1 analogi ham bor, ya'ni RX 9060 XT 16 GB li. Va do'stlar, universal video karta xohlasangiz albatta sizlarga faqat RTX 5060 Ti 16 GB ligini maslahat bergan bo'lardim. Lekin hozirgi paytda narx-navolar oshib ketgani hisobiga do'stlar, mana shu 16 GB li 9060 XT ham juda ham takoy привлекательный variantga o'xshab qoldi va kelinglar mana shu ikkalovini bugun lopma-lop solishtiramiz. O'yinlarda qanchalik farq berishini. Va bugungi battle'imizda RTX 5060 Ti sha'nini himoya qiladigan video karta bu MSI Shadow X2 OC Plus bo'ladi. Va do'stlar, oddiy Shadow ham bor, no Plus versiyasi ko'rishingiz mumkin. Gabaritida ozgina farqi bor. Agarda oddiy Shadow ko'rgan bo'lsangiz, u gabarit tako kichkinaroq, skromniroq yasalgan va uncha-muncha odamga maslahat bermayman. No, bu ispaniyasi okey. Biz bugun temperatura yoki ispaniyani o'zini tekshirmaymiz. Bizga eng muhim narsa bu o'yinlarda bizga qancha FPS bera olishi. Bu esa do'stlar video kartadan video karta почти farq qilmaydi. O'shaning uchun bizning testimiz uchun bu bo'lishi yetarli darajada bo'ladi. RX 9060 XT rolida esa do'stlar, bugun bizda gigabaytdan Gaming OC Ice bo'ladi. Do'stlar, menga juda ham yoqdi внешний видi. Ayniqsa mana shu oq ispaniyasida buni qorasi ham bor. No do'stlar, mana shu oq ispaniyasida qanaqa sal boshqacharoq yasalgan. И do'stlar, 3 ta seksiyali охлажденияsi и такой симпатичный dizaynda yasalgan. No, bizga bu muhim emas do'stlar, bizga bu eng muhimi o'yinlarda bizga qancha FPS berishi. Ikkala video kartani ham texnik parametrlarini ko'rishingiz mumkin va eng ko'zga tashlanadigan narsasi bu albatta video xotirasi. RTX 5060 Ti da bu GDDR7 bo'lsa, A9060 XT da esa GDDR6. Va do'stlar, teoriyada GDDR7 ko'proq natija berish kerak. Qani do'stlar, boshladik. Va albatta birinchi test qiladiganimiz bu albatta sintetika bo'ladi va sintetika rolida biz Superposition benchmarkka tanladik. Albatta 4K eng yuqori nastroykalarda va do'stlar, ko'rishimiz mumkin testimiz tugagandan keyin RTX 5060 Ti video kartamiz 17% ga ko'proq ball to'pladi. Bu esa do'stlar sezilarli natija. Va albatta birinchi test qilgan o'yinimiz bu Counter Strike 2 va eng yuqori grafik nastroykalarni qo'yganimizdan so'ng RTX 5060 Ti video kartamizda o'rtacha FPS 150 bo'lsa, A9060 XT video kartamizda o'rtacha FPS 100 atrofi. Navbatdagi test qiladigan o'yinimiz bu Doom the Dark Age. Hozir kunda eng og'ir o'yinlardan biri hisoblanadi. Va do'stlar, bu yerda biz Double Quad HD da ultra nastroyka qo'yganimizdan so'ng ahamiyat beramiz, video kartalarimiz o'rtacha 50-60 beryapti. Lekin tan olish kerak, 9060 XT video kartamiz 5-6 FPS ga o'rtacha ko'proq chiqarib berdi. Lekin ikkala video kartalarda ham DLSS va FSR yo'qadigan bo'lsa, FPSimiz 2 barobarga oshib ketyapti. Lekin ahamiyat berishimiz mumkin, DLSS bar FPS sal ko'proq chiqarib beryapti. 130-120 ga qarshi. Navbatdagi test qilgan o'yinimiz Ведьмак 3 Dika Охота. Va do'stlar, bu o'yinda biz eng yuqori grafik nastroykalarni qo'yganimizdan so'ng ahamiyat beramiz, nativ holatda ikkala video karta ham deyarli bir xil FPS beryapti, ya'ni 60 atrofida. Lekin do'stlar, agarda biz Ray Tracing funksiyasini yoqadigan bo'lsak, albatta FSR va DLSS yoqilgan holatda ahamiyat beramiz. RX 9060 XT video kartamiz prosta o'ynab bo'lmaydigan darajada ishlayapti va ahamiyat beramiz, zadержкamiz FPSimizdan baland. RTX 5060 Ti esa maksimal komfortli FPS. RTX 5060 Ti video kartaga kelsak, ham Ray Tracing yoqib, ham DLSS yoqib, mazza qilib o'ynasa bo'ladi. Приятный FPS bilan va minimal zadержкада. Va so'nggi test qilgan o'yinimiz bu yurtdoshlarimiz tomonidan chiqqan Winrose o'yini. Va do'stlar, bu o'yin ham Ведьмакka o'xshab AMD video kartalariga yaxshi optimizatsiya qilinmagan ekan. Chunki eng yuqori grafik nastroykalarga qo'yadigan bo'lsak, AMD video kartasida prosta o'ynab bo'lmayapti nativ holatida. Va do'stlar, FPS dagi farqi prosta sezishingiz mumkin. RTX 5060 Ti da DLSS siz ham bemalol mazza qilib o'ynasa bo'ladi. RX 9060 XT da esa do'stlar, agarda FSR yoqmasangiz hech qanaqasiga o'yna olmaysiz va qiyin lokatsiyalarda hatto FSR ham yordam bera olmaydi. Hamda ahamiyat bergan bo'lsanglar, barcha test qilgan o'yinlarimizda AMD video kartalari ko'proq video xotira sarflayapti va bir xil holatda bu juda ham sezilarli darajada. Va bu nimadan darak? Nvidia'ning video kartalarida algoritm ijrosi juda ham yaxshi bo'lganini hisobiga, ular kamroq xotiraga ko'proq narsa sig'dira oladi, ya'ni effektivroq ishlatadi.
Xo'sh do'stlar, mana Tesla'ni o'zingizlar ham ko'rdinglar va do'stlar, bir-biriga juda ham yaqin bo'lgan jang bo'ldi. No, ko'pchilik o'yinlar bor Nvidia'ga optimizatsiya bo'lgani hisobiga Nvidia'da sal ko'proq FPS bo'ldi. Ayniqsa agar DLSS bilan RTX yoqib o'ynaydigan bo'lsa, do'stlar, endi конечно AMD bu yoqda juda ham orqada qolib ketyapti. Nativda bir-biriga juda ham yaqin, no lekin agar texnologiyasini yo'qolgan bo'lsak, bunda FSR, bunda DLSS da, bunda ham ray tracing bor, bunda ham bor. No, bunda DLSS bilan ray tracing yaxshiroq ishlagan hisobiga do'stlar, общий hisobda bu конечно RTX 5060 ga yutib ketyapti. No lekin do'stlar, bir xil o'yinlar bor, ularda ray tracing podдержкасы yo'q, DLSS yo'q va shuning hisobiga do'stlar, mana bu 16 GB lik 9060 XT ni ham bemalol ishlatsa bo'ladigan o'yinlar juda ham ko'p do'stlar. Va kibersportiv o'yinlarni oladigan bo'lsak, tiem bo'ldi do'stlar, mana bu Nvidia oldingizmi, AMD oldingizmi, ikkilovdan ham juda ham yuqori natija olasiz. Va eng muhim joyi albatta narxiga kelsak, o'rtacha narxi RTX 5060 Ti larda 16 GB likda hozir juda ham qimmat, 580-600 dollar atrofida turibdi. Mana bu 9060 XT larda esa o'rtacha narxi do'stlar 500 dollar. Tasavvur qilasizmi do'stlar, почти 100 dollarga yaqin narx razницasi qilyapti bir-biriga yaqin bo'lgan video kartalarda. No lekin do'stlar, tanlov albatta o'zingizlarning qo'lingizda, конечно, no bitta narsani bilinglar, agarda sizlarga universalroq video karta kerak bo'lsa, конечно 5060 Ti bu yoqda bez variant. No lekin sizlarga takoy CS2 ni bosib o'ynashga, masalan, kibersportivniy o'yinlarga uncha qimmat bo'lmagan va video xotirasi ko'p bo'lgan video karta kerak bo'lsa, to конечно do'stlar, mana shu AMD Radeon'ni ham bemalol olsanglar bo'ladi. Bu umuman xato bo'lmaydi. Va mana shu video kartalarni bizga test uchun berib turgan Jishopti do'stlarimizga ad-dushli rahmat deymiz va do'stlar, mana shu video kartalarni ofitsial va chiroyli narxlarda ulardan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Silkani do'stlar video napisida qoldirib ketdim. Va do'stlar, video sizlarga yoqqan bo'lsa albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar va keyingi safar qaysi video kartalarni test bo'lishini xohlashinglarni albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Sizlar bilan Ibrohim bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.